Namangan shahar afsona villa yo'nalishida mahallalarning ichida 2 million so'mga hovlimiz ijaraga beriladi. Hozir sizlarga ushbu hovlimizni tanishtirib o'taman. Atrof muhitida aholi istiqomat qilib turgan hududdan umuman muammo bo'lishi mumkin emas. Ko'rganingizdek mahallamiz polni to'liq asfaltdan chiqqan. Dorozadan kirishimizda shunaqa joyimiz bor, stashka qilib qo'yilgan. Yaxshi holatdagi uyimiz, uyimizning ichki remontlari to'liq tayyor. Bemalol olgan odam ichiga o'zini jihozlarini olib kirib yashasa bo'ladi. Uyimiz umumiy 2 xona, yakka xona, bitta xonamizning ichida ichki sanuzelari bor va alohida yonda oshxonalarimiz bor. Xo'p, bu taraf qaraganingizda, ko'rganingizda o'zini agoroti bor. Uzoq muddatga o'zingizlar oladigan bo'lsangiz, agorotidan bemalol foydalanib, diviziyani qilsanglar bo'ladi. Hojatxonamiz alohida tashqarisida bitta hojatxonamiz bor. Ushbu uyimizning kommunalkalariga keladigan bo'lsa, umuman muammo yo'q. Gaz, suv, svet tarmoqlari o'z o'rnida shakllantirib qo'yilgan. Ushbu xonadonimizni ijarasiga to'xtaladigan bo'lsa, aytganimdek 2 million so'm makler xizmati alohida. Ushbu uyimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, shaxsan o'zim bilan bog'lanib, ushbu uyimizni ijaraga olsanglar bo'ladi. Aytib eslatib o'taman, uyimizni narxi 2 million so'm, makler xizmati alohida. Barchanglarni Namangan e'lonlar kanalida kutib qolaman.